o'zi hayot xuddiki birov uchun yashayotgandek bo'lsa, u og'irlik qiladi. Nimaga yashash og'ir? Xuddiki yashash og'ir, hayot qiyin. Chunki u men uchun emas. Men ichimda butunlay boshqa odamman. Lekin tashqaridagi, atrofdagi insonlar uchun boshqacha bo'lib berishim kerak. Men kimman oilada? Meni o'rnim qanday? Meni vazifam qanday? Men nimaga javob beraman? Turmush o'rtog'im nimaga javob beradi? Nimaga muammolar yuzaga keladi? Bu dunyoga qaysi darslar bilan kelgan bo'lsangiz, zachotkangiz bilan baribir shu darslardan o'tasiz. Ikki yo'l bor. Yoki men ongli, ustoz yonlab, xuddi repetitor yonlab, pulini to'lab, mana shu darslardan o'taman, darsimni olaman. Ya'ni sevishni o'rganaman, oila qurishni o'rganaman, ayollikni o'rganaman, pul topishni o'rganaman. Men repetitor yonlayman. Maqsadimni aytaman, men mana shu narsani o'rganmoqchiman va ongli ravishda bundan o'taman yoki hayot meni o'rgatadi. Hayot darsi achchiq hisoblanadi. Yulduzli marafon nima uchun marafon deb nomlanadi? Chunki 5 ta modul, biz 5 ta bosqichni bosib o'tamiz. Hayot ham bir marafonga o'xshaydi va bu ko'pchilikni jamlagani, ya'ni marafonda bitta odam yugurmaydi, ko'pchilik yuguradi. Qo'llab-quvvatlaydi hamma. Bu dinamichniy kurs. Ya'ni tez ketma-ket darslarni o'tiladi. Masofalar bosib o'tiladi. Atrofdagilar qo'llab-quvvatlaydi va ko'pchilik bilan qilinganligi uchun mana shu yo'lni bosib o'tish oson bo'ladi. Marafon degani bu o'sha dinamichniy, xuddi sport kabi bir nechta masofalarni bosib o'tish. Nima uchun yulduzli? Har bir inson nurdan yaralgan va har bir insonni xuddi yulduzdek qabul qilaman va aytamanki, mana shu ichingizdagi siz nurdan yaralgansiz. Yulduzli marafonni slogani ham shunaqa. Siz nurdan yaralgansiz, porlash vaqti keldi. Xudoyim o'zidan insonga berganligi uchun, o'zini nuridan berganligi uchun mana shu har bitta insonga buyurilgan salohiyatni ochish kerak. Va ko'p insonlar haqiqatan men kimman, nima uchun yashayapman, meni kuchli tomonim nimada, men bu dunyoga nima maqsadda kelganman, mana shuni angla olmay o'zini qidiradi. Va yulduzli marafon insonni aynan o'ziga xosligini ochadi. Men kimman, men nima uchun yaralganman, meni missiyam nima, meni o'rnim qanday, mana shu narsani ochishga yulduzli marafon yordam beradi. Shuning uchun ham marafon, ham yulduzlik. Hayot shuncha o'zi shundoq ham og'ir, shundoq ham muammolar bor insonda, har kunlik tashvishlar bor. Yulduzli marafonni eng zo'r tarafi shundaki, bu xuddiki bayramdek. Ya'ni o'z ustida ishlash ham bir og'riqli jarayon emas, ham jihatlikda, kayfiyatni ko'tarib, xursandchilikda o'tishni o'zini anglash imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham marafon, yulduzli marafon davomida tatbiq qilingan jonli uchrashuvlar insonni xursand bo'lishiga, o'ynashga, kulishga, o'sha xursandchilikni qaytarishga qaratilgan. Kayfiyatni ko'tarishga. O'z ustida ishlash og'riqli, azobli jarayon emas, xursandchilikda, yengillikda, ko'plab do'stlar davrasida, ham fikr insonlar davrasida mana shunday jarayondan o'tib olishga qaratilgan. Misol uchun daromadda ko'pchilikda pul moliyaviy holat o'ylantiradi. Daromadda o'zini yaxshi ko'rgan sohasida ishlay olmasligi, ya'ni o'zini majbur qilishi, pulni qiyin kelishi, shuncha harakat qilaman, qiyin pul keladi. Yoki nimadir olsam yoki qanaqadir pul topsam, nimadir evaziga bo'ladi. Yo sog'lig'imni yo'qotaman, yo tinchligimni yo'qotaman, yo urush janjal qilishim kerak bo'ladi. Atrofdagilarim bilan urushib, kurashib ishga boraman yoki urushib, kurashib pul topishga harakat qilaman. Bir xil aytadi, o'zim nima xohlashimni bilmayman deydi. Qaysi soha meniki? Men vrachmanmi, men pedagogmanmi, men o'zimni qanaqa sohaga yaralganimni bilmayman deydi. Bir xilda topgan pulini barakasi yo'q. Pul keladi, kelmaydi emas, pul topaman, lekin bitta narsa o'zimga ola olmayman. Yoki pulimni bir narsaga sarflay olmayman. Yo'qolib ketadi. Qanday keladi, qanday ketganini bilmay qolaman deydi. Bir xillarni topgan puli qarzga ketadi. Faqat qarz to'layman deydi yoki topgan pulimni kimdir olib ketadi qarzga deydi. Mana shu pulni qiyin topilishi, nimanidir hisobidan topilishi, ya'ni to'lovi katta yoki bebaraka bo'lishi yoki ming harakat qilganim bilan qanaqadir patologdan o'ta olmasligi, mana shu muammolar, mana shu namoyon bo'lish ko'rinishlar insonni nimanidir noto'g'ri qilayotgani.
nimani qayerdadir adashayotganidan dalolat beradi. Chunki ayol o'z o'rnida bo'lsa, men har doim aytaman, moddiy dunyo bo'ysunadi. Ayol ayolligini qilsa, moddiy dunyo uni xizmatida bo'ladi. Ya'ni aslida ayolni so'ragani bo'lishi kerak. So'ragani bo'lishi kerak. Ayol ertalabdan kechgacha pul topaman deb boquvchi bo'lish yoki ta'minotchi bo'lish emas. Ayol shunaqa niyat, shunaqa duo qilish kerakki, o'zidan o'zi bo'lishi kerak. O'sha boya aytganimdek, birinchi o'rinda hatto mana orzular bor ekan. Ayrimlarda orzu ham yo'q. Orzu ham qilmaydi. Ya'ni noloyiqlik hissi. Mana shu inson o'zini noloyiq deb bilganidan keyin, o'zini arzitmaganidan keyin uni miyasi ming xil unga bahona beradi. Ishing ko'payib ketadi, erkak kishini mas'uliyatini olasan, charchaysan, ko'tara olmaysan, qarzga botib ketasan, bolalaringga vaqt ajrata olmaysan, o'zingga vaqt ajrata olmay qolasan, ish, pul, o'sha orzularingga erishaman deb o'zingni yo'qotib qo'yishing mumkin degan narsa paydo bo'ladi. Bu to'g'ri, bu asosli. Buni asosida o'sha inson noloyiqligi, arzitmasligi. Ya'ni shunday tushunchalar borki, nimadir xohlasang, mehnat qilib arzitib o'zingni zaslujit qilishing kerak. Qanaqadir mehnat evaziga, yo'qotishlar evaziga, nimadandir o'zingni mahrum qilsang, hozir nimagadir erishasan. Va bu mahrum qilinadigan yoki juda katta mas'uliyat shunchalar katta bo'ladiki, uni olgandan ko'ra orzuyimdan ham voz kechib qo'ya qolaman. Bo'ladi shu. Bo'ladi, yomon emas-ku, yaxshi-ku. Lekin aslida buni umuman boshqacha yo'li ham bor. Va yulduzli marafonni markazi, uni eng ustunvor joyi va boshqa kurslardan farqi aynan yulduzli marafonda aybdorlik hissidan xalos bo'lish amaliyoti berilgan. 5 qadam. Mana shu 5 qadam faqat yulduzli marafonda bor. Nima uchun faqat yulduzli marafonda? Chunki bu amaliyotni bajarish uchun tayyorgarlik kerak. Ketma-ket mavzular berilishi kerak. Va Rumiyni bir gapi bor. Kimligingni anglashing uchun kim emasligingni angla. Qachon biz orzu qilgan hayot bo'ladi? Qachon bu yengillikda bo'ladi, xursandchilikda bo'ladi? Qachonki men aslida kimligimni anglasam. Ana shu markaz deyiladi. Markaz, men bilaman kimligimni. Men bilaman qanaqaligimni. Ana shu markaz deyiladi. Lekin uni anglash uchun kim emasligimni anglashim kerak. Ya'ni bu yerda men majburman bunaqa bo'lishga, bu yerda men majburman bunaqa bo'lishga. Meni butun quvvatim yaxshiligimni isbotlashga ketadi. Men yaxshi onaman, men yaxshi rafiqaman, men yaxshi farzandman, men yaxshi mutaxassisman. Men yaxshiligimni isbotlashga harakat qilaman. Shuning uchun orzularim o'zimga yukday tuyuladi. Chunki ko'p maqsadlarim ham o'zimni isbotlashga qo'yilganda, aslida menga kerak emasdir. Xuddiki birov uchun. O'zi hayot xuddiki birov uchun yashayotgandek bo'lsa, u og'irlik qiladi. Nimaga yashash og'ir? Xuddiki yashash og'ir, hayot qiyin. Chunki u men uchun emas. Men ichimda butunlay boshqa odamman. Lekin tashqaridagi, atrofdagi insonlar uchun boshqacha bo'lib berishim kerak. Va o'zimdan kimnidir yasashim, o'zimdan qanaqadir taassurot qoldirish xohishim yoki yaxshiligimni isbotlashim meni hamma kuchimni o'g'irlaydi. Va yulduzli marafon mana shu soxta manlardan insonni ozod qiladi. Inson voz kechadi isbotlashdan va diqqatini o'ziga qaratadi. Men aslida kimman? Men aslida nima xohlayman? Meni tanamga aslida nima foydali? Menga qaysi ish to'g'ri keladi? Men qaysi odam bilan aslida baxtli bo'la olaman? Ana shu savollarga javob beradi. Va inson sekin o'ziga qaytganida keraksiz narsalarga quvvat, diqqat sarflashdan o'zini ozod qilganida o'zini tushuna boshlaydi. Quvvat ko'payadi, sog'lig'i tiklanadi, kasalliklar ketadi, keraksiz insonlar hayotidan chiqib ketadi, ishxona o'zgaradi, soha o'zgaradi va daromad ham shu osonroq kelishi boshlaydi. Bu degani men o'sha yaqin insonimga yaxshiligimni isbotlashdan voz kechaman. Ya'ni munosabatimni o'zgartiraman. Atrofdagi insonlar o'sha insonlar turadi va bu eng yaqinlarimiz. Lekin men ularga munosabatimni o'zgartiraman. Misol uchun eng yaqin inson turmush o'rtog'i, mahrami, eng yaqini, hatto ota-onasidan yaqin inson, lekin qo'rqadi. Aldashga majbur, yolg'on gapiradi, ichidagisini ayta olmaydi.
ichidagi fikrlari bilan bo'lisha olmaydi. Hatto eng yaqin insonidan odam qo'rqadi. Kelishidan oldin qo'rqib turadi. Eng yaqin insonidan. Chunki men uni oldida o'zimni qandaydir ko'rsatishim kerak. Yaxshiligimni isbotlashim kerak. Qaysi inson yaxshiligini isbotlashga harakat qiladi? O'zini aybdor his qilgan inson. Shuning uchun yulduzli marafonni har bitta darsi, har bitta moduli, har bitta yo'nalishi insonni aybdorlik hissidan xalos qiladi. Bu juda ham og'ir yuk. Mana shu yukdan xalos qilinadi. Va 5 qadam amaliyoti yulduzli marafonni eng markazi hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham marafonda o'qish kerak. Va shunday texnikalar bor, shunday maxsus savollar bor. O'sha savollarga javob berib, inson qayerda o'zini ayblaganini bilib olishi mumkin. Yulduzli marafon 5 ta moduldan tashkil topgan. Har bitta modul 10 ta dars. 9 tasi video formatda darslar yozilgan, 9 ta mavzu, bittasi efir, 45 ta video darslikdan iborat. Bu juda ham katta ob'yomda, juda ham katta hajmdagi axborot. Va ketma-ket, misol uchun birinchi modul atrof muhit, meni dunyo bilan munosabatim qanday? Har qanday manzilga yetishdan oldin hozir qayerdaligimni aniqlashim kerak. Va biz yulduzli marafonda hozirgi nuqtani aniqlash bilan boshlaymiz. Men qayerdaman? Men qanday uyda yashayman? Meni hozir daromadim qanday? Meni sog'lig'im bilan qanaqa muammolarim bor? Meni yaqinlarim bilan qanday muammolarim bor? Tochka A nuqtasini belgilayman. Keyin B nuqtani belgilayman. Ya'ni qayerga ketaman? Nima xohlaysan? Agar insonda aniq marshrut bo'lmasa, u bu yo'lni bosib o'ta olmaydi. U adashib qoladi. Shuning uchun birinchi moduldagi barcha darslar men hozir kimman, hozir qayerdaman va qayerga bormoqchiman. Ana shu narsaga qaratilgan. Va marafon davomida shu yo'ldamanmi? Plus 1 qadam, plus 2 mana shu narsa kuzatilib boriladi. Va barcha o'quvchilar 10 ta, 12 ta, 15 talik guruhlarga, mini guruhlarga bo'linib, o'zini kuratori bilan birgalikda mana shu yo'lni bosib o'tadi. Birinchi modulda kurator maqsadni aniqlashga yordam beradi va maqsadni to'g'ri yozish ham juda ham katta bir muhim qadam hisoblanadi. Atrof muhitni bilib olganimdan keyin, maqsadimni aniq qilganimdan keyin ikkinchi modulga o'taman. Ya'ni bu meni tanam, meni sog'lig'im, meni o'zimga bo'lgan ishonchim. Mana shunga qaratilgan ikkinchi modul. Tana darajasida ham holat darajasida. Aynan mana shu modulda 5 qadam aybdorlik hissidan xalos bo'linadi. Keyingi modul bu ota-ona munosabatlari. Albatta ota-ona munosabatlari, ota-ona bilan bog'liq jarohatlar eng og'riqli va eng chuqur joylashganligi uchun unga sekin tayyorlanib, keyin o'rtada mana shu narsa amalga oshiriladi. Va jonli uchrashuvlarda marafon davomida 4 ta jonli uchrashuv bor. So'nggi jonli uchrashuv bu bitiruv tadbiri. Mana shu jonli uchrashuvlarning birida ona bilan amaliyotga bag'ishlanadi bitta uchrashuv. Bu jonli bajariladi. O'sha har bir inson 9 oy onani yuragini ostida bo'lgani, undan dunyoga kelgani va faqat shu inson orqali yana Allohga yetish mumkinligini tushunadi. Ya'ni men ona orqali bu dunyoga keldimmi, ona orqali men unga yetishim mumkin. Ya'ni toki inson onasi bilan munosabatlarni yaxshilamas ekan, bu dunyodagi orzulari amalga oshmaydi. Shuning uchun maxsus modul ota-ona va shunga tegishli amaliyotlar. Ota-onadan sal hal qilib olganimizdan so'ng er-xotin munosabatlari, ayol-erkak munosabatlari, qanaqa rollar ijro etaman men? Men kimman oilada? Meni o'rnim qanday? Meni vazifam qanday? Men nimaga javob beraman? Turmush o'rtog'im nimaga javob beradi? Nimaga muammolar yuzaga keladi? Yoki turmushi bo'lmagan ayollar nima qilish kerak? Turmushga chiqmagan qizlar nimalarni bilib olish kerak? Bular barchasi ayol-erkak psixologiyasi 4-modulda. Va 5-so'nggi modul bu albatta daromad, moliyaviy holat va ish soha, karyerada o'sish, o'zini yaxshi ko'rgan ishini topish, pul ko'paytirish va har bitta modulda nazariy bilimlardan tashqari juda ham kuchli meditatsiyalar berilgan. Eng kuchli meditatsiyalarni yulduzli marafonga joylaganman. Meditatsiyalar ong ostidagi o'zimiz haqimizda bilmaydigan dasturlar bilan ishlanadi. Chunki meditatsiyada odam trans holatiga, alfa holatiga tushganda o'sha eng chuqur yashirin dasturlar o'zgarish imkoniyati bor. Ongli holatda dasturlar o'zgarmaydi. Qanaqadir
maxsus holatda, miya trans holatida o'sha podval deyman, podvaldagi narsalarni olib chiqib o'zgartirishi mumkin. Misol uchun eng ko'p murojaatlar ayollardan turmush o'rtog'i bilanki munosabatlar. Turmushda bo'lib turib, o'zini juda ham yolg'iz his qiladi, qadrsiz his qiladi. Misol uchun shuncha oilam uchun harakat qilaman, qadrim yo'q. Yoki turmush o'rtog'im bir ko'nglimni olay demaydi, sovg'a beray demaydi. Yoki men harakat qilaman, turmush o'rtog'im harakat qilmaydi. Mas'uliyatni olishni xohlamaydi. Tashlab ham qo'ya olmayman, chunki bolalarim bor, o'qish kerak. Tashlab qo'yay desam, xuddiki hamma narsa qolib ketadi, turmush o'rtog'im mas'uliyatni olmaydi. O'zim ishlashga majburman. Yoki bir xili juda ham katta nazoratdaman. Rashk qiladi, nazorat qiladi, ruxsat bermaydi, ishlashga ruxsat bermaydi, o'zim pul topishimga ruxsat bermaydi. Nima kerak bor senga pul? Uyda o'tir, bolaga qara. Mana shunaqa narsalar. Yoki ayrim ayollar biz turmushdamiz, 15 yildan beri yashaymiz, lekin har xilmiz. Umuman tushunmaymiz bir-birimizni, ikki xil dunyomiz. Birga sayohatlarga bormaymiz yoki birga qiladigan ishlarimiz yo'q. Aytmoqchimanki, ayol kishini o'ylantiradigan eng asosiy masala bu o'sha yaxshi ko'rgan insoni bilan, turmush o'rtog'i bilan bo'lgan munosabatlar. Nima qilish kerak? Agar turmush o'rtog'i mas'uliyatni olishni istamasa, pul topmasa, ishlamasa, demak bu mas'uliyatni ayol o'ziga olgan. Boquvchilik mas'uliyatini, ta'minotchi mas'uliyatini, erkak kishining mas'uliyatini ayol o'z bo'yniga olgan. Erkakning mas'uliyatini bo'yniga olgandan keyin tabiiyki uni sog'lig'ida gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Ayol kasal bo'ladi, jizzaki bo'ladi, ko'p charchaydi, yaxshi yashashni xohlaydi, tashlab ham qo'ya olmaydi. Turmush o'rtog'idan kutadi, lekin o'zi bo'lmagandan keyin o'zi majburman qilishga deydi. Go'yoki boshqa yo'l yo'q. Aynan mana shunday masalalar ham yulduzli marafonda hal qilinadi. Erkaklik mas'uliyat, erkaklik vazifalarni qo'rqmasdan unga topshira olish. Buni asosida ishonmaslik. Men ishonmayman erkaklarga. Juda ham katta nafrat bo'lishi mumkin. U ham bolalikdagi jarohatlarga borib taqaladi. Otani qabul qila olmaslik, otadan xafa bo'lgan bo'lsa, otadan faxrlanmasa, misol uchun meni dadam bizani tashlab ketgan yoki meni dadam ichgan yoki meni dadam xiyonat qilgan onamga katta pul topganida, misol uchun dadasi katta pul topib onasiga xiyonat qilgan bo'lsa, u turmush o'rtog'iga katta pul topgani qo'ymaydi hech qachon. Chunki tajriba bor va bu narsa takrorlanishidan qo'rqadi. Mana shunday ayol erkak munosabatlarini qanday chiroyli yo'lga qo'yish bizga o'rgatilmaganligi uchun, bizda bunga o'rnak, namuna bo'lmaganligi uchun qanday amalga oshirishni bilmaymiz. O'ylaymizki, yaxshi xotin bo'lsam, yig'ishtirsam, tozalasam, uyim joyida bo'lsa, bolalar dunyoga keltirsam, bolalarga qarasam, ota-onasini hurmat qilsam, ya'ni kiyimi toza bo'lsa, ovqat qilingan bo'lsa, yaxshi bo'lish kerak edi. Yaxshi ayol xuddiki shunday. Lekin nimaga shuni qilib ham shunga javoban mehr, e'tibor, g'amxo'rlik yo'q. Ayol qiynaladi, chunki turmush o'rtog'idan g'amxo'rlik yo'q. Menga keraksan, men senga yordam bermoqchiman yoki nima xohlaysan, nima istaysan. Ayol kishi ichidagi xohishlarni ayta olmaydi turmush o'rtog'iga. Mana shu narsadan juda ham qiynaladi va shu masalalarni qanday hal etish bu yulduzli marafonda ketma-ketlikda berilgan. Juda ham individual ravishda. Juda ham haqiqatan ko'p muammolar ota-ona bilan bo'lgan munosabatga bog'liq. Ya'ni insonning orzulari amalga oshmasligi, katta pul topa olmasligi, sog'lig'idagi muammolar aynan ota-ona bilan munosabatlarga bog'liq. Biz ikki hujayradan yaralganligimiz uchun 50%imiz ona, 50%imiz ota. Chap taraf onaga javob beradi, o'ng taraf otaga javob beradi. Va mana shu narsa qabul qilinganda odam o'zida to'la to'kislikni his qiladi. Manni qabul qilish uchun ana shu ikkita odamni qabul qilishim kerak. Va biz hozir tushunishimiz mumkin. Misol uchun, shunaqa vaziyat shunaqa bo'lgan, sharoit shunaqa bo'lgan. Hozir katta bo'lib ota-onani tushunamiz hammasini. Lekin ichimizda yashayotgan bola qachonlardir o'shanda xafa bo'lgan, ichidagisini ayta olmagan, gap eshitgan, kalta yegan bolacha ichimizda hali ham yashaydi. Va biz mana shu ota-onani hal qilayotganimizda ichki bola bilan ishlaymiz. Shuning uchun ham katta bo'lib ham men roziman, men ota-onamni qabul qilganman degani bilan, lekin mana bu yerda muammosi bo'lsa, misol uchun ona taraf immunitet, sog'liqqa javob beradi, munosabatlarga javob beradi. Men qabul qilganman desa-yu, lekin sog'lig'i joyida bo'lmasa, o'ziga bo'lgan ishonch bo'lmasa va munosabatda qiynalsa, 100% onadan xafa. Bu signal, bu belgi.
yoki men 100% otamni qabul qilganman deb puldan qiynalsa, moddiy dunyodan qiynalsa, o'zini yaxshi ko'rgan sohasini, ishini, pulini topa olmasa, bu demak otadan baribir xafa. Kuyovni zuvalasi qaynota bilan bir joydan olingan deb bekorga ham aytilmagan. Turmush o'rtoq, erkak kishi bu meni otam bilan bo'lgan munosabatim. Ota-onam qanday bir-biri bilan munosabat qilgan bo'lsa, shuni olib kopiya qilib o'zini turmush o'rtog'i bilan qiladi. Ota-ona mavzusi og'riqli, lekin eng muhim. Faqat ular orqali men bu dunyoda hamma narsaga erishishim mumkin. Qabul qilishlik orqali, ularga bo'lgan munosabatimni o'zgartirish orqali va buni aldab bo'lmaydi. Ota-onasini qabul qilgan inson bilan qabul qilmagan inson 100% birdaniga bilinadi. Ya'ni bu hayotimizdagi og'riqlar, muammolardan bilinadi. Ko'pchilik aytadi, men mana shu moduldan keyin, yulduzli marafondan keyin ota-onam bilan munosabatim samimiy bo'ldi. Quchoqlay olaman, bir xil ota-onasini quchoqlay olmaydi. Ya'ni soxta turasiz, salom alaykum qilasiz, bo'ldi. Ochiq, yengil, iliqlik ko'paygan. Ularning oldida aybdorlik hissi bo'lmaydi, ularning oldida qarzdorlik hissi bo'lmaydi. Ya'ni farzand o'zini majburlab o'tirmaydi, majburlab gaplashmaydi. Ochiq, bemalol bo'ladi. Farzand ota-onaning oldida bemalol bo'la olishi kerak. Pul bilan mehrni sotib olmaydi. Ko'p farzandlar pul bilan mehr sotib oladi. Pul bilan e'tibor sotib oladi. Pul bilan tan olinishni sotib oladi. Ya'ni men uy-joy qilib bersam, umraga jo'natsam, pul qilib bersam, mana tan oling meni yaxshi deng. Meni kichkinaligimdan beri yaxshi demaysiz, tan olmagansiz meni. Meni tan oling. Mana shu tan olinishni pul bilan sotib olamiz. Meni yaxshi deng, yaxshisan deng. Mana shu bir og'iz yaxshisan degan so'zga bolaligimizda zo'r bo'lganmiz. Sen bunaqa bo'lishing kerak, bunaqa bo'lishing kerak, bunaqa bo'lishing kerak. Mana qildim, yaxshisan deng. Ana shunga zo'rmiz biz bolalar. Katta bo'lgan, 40-50 ga kirgan bolalar ana shunga zo'rmiz. Mana shu narsa yo'qoladi. Va biz tushunamizki, ota-onamizga bizni pulimiz, mol dunyoyimiz emas. Qanchalar o'zimiz kerakligimiz. Bizani baxtli ko'zlarimiz, xursandchiligimiz, ularni baxti farzandlarni baxtida. Ota-ona baxtli bo'ladi, farzandi baxtli bo'lsa. Va mana shu baxtiyorligimiz orqali ular xohlagan narsani yetkazamiz. Ularni ko'ngli xotirjam bo'ladi. Ota-onalar ham munosabati, gap so'zi ham o'zgarib qoladi. Eng yomon narsa ota-onani oldida qanaqadir bir tarang holatda o'tirish. Muammo. Farzand ota-onani oldida qarzdor his qilish bu juda ham katta yuk. Ya'ni ular farzandni dunyoga keltirgan yoki yedirgan, ichirgan, sen qarzdorsan, menga bir kun qaytarasan deb emas. Unda bola o'zini hayoti bilan yasha olmaydi. Uni hayoti ota-onasi uchun bo'ladi. Va bundan odam o'zi qiynaladi. Qachongacha? Qachon men o'zimni hayotim bilan yashayman? Qachon men o'zimni xohlaganim bo'ladi? Biz 30-40 ga kirgan bo'lsak ham, ota-onamiz oldiga borsak, xuddi bolaligimizda qanday bo'lgan bo'lsak, shunday bo'lib olamiz. Yo qo'rqamiz, yo qanaqadir muomala qilamiz. Birdaniga o'sha holatga tushib qolamiz. Mana shu eski programmalardan xalos bo'lish, ota-onani haqiqiy e'zozlash, ularni haqiqiy tiriklarida xursand qilish, haqiqiy narsani beradi, haqiqiy munosabatni beradi, haqiqiy iliqlik, haqiqiy mehr. 100% bilaman, ko'pchilik ota-onasini oldida o'zini sun'iy tutishga majbur. Ana shu narsalar yo'qoladi. O'tmishdan yillar davomida sudrab ko'tarib kelinadigan alam, nafrat, xafagarchiliklar ketganida odam ota-onasini butunlay boshqacha ko'radi. Butunlay boshqacha. Albatta, bunday kursga qadam qo'yishdan qo'rquvlar, har xil turli xil qo'rquvlar uyg'onishi tabiiy. Bilish kerakki, qo'rquv bu norma. Lekin qo'rquv qayerda bo'lsa, yechim chiqish ham shu yerda bo'ladi. Bugunmi, ertami, 3 yildan keyinmi, 5 yildan keyinmi baribir shu qo'rquvga kirish kerak bo'ladi. Uydagilarim yoqmay qoladi, urush janjal ko'tarilib ketishdan qo'rqaman. Bo'lsa, urush janjal baribir bo'ladi. Bo'ladigan narsa har doim bo'ladi deyman. Yoki sog'lig'imda qanaqadir o'zgarish bo'lishi mumkin. Yotib qolaman. U baribir, demak o'sha kasallik bor. Demak tanada muammo bor. Faqat yulduzli marafonda malakali kuratorlar meni kuzatuvimda bunday ko'tarilishlardan o'tish samaraliroq hisoblanadi. Ya'ni har qanday holatda kurator yo'nalish beradi, qo'shimcha meditatsiya beradi, amaliyot beradi. Lekin inson o'zgarishlarni xohlaydimi? Baxtli bo'lishni xohlaydi, boy bo'lishni xohlaydi, hayotda o'z o'rniga ega bo'lishni xohlasa, unga jasorat talab qilinadi. Va biz qo'rquvlarni yengishni o'rganishimiz kerak baribir. Bitta o'zi o'tgandan ko'ra, yonida ustozlar bilan, kursdoshlar bilan, kuratorlar bilan o'tsa, bu o'tish osonroq bo'ladi.
va o'zgarishlar uchun odam turib bera olishi ham kerak. Albatta, o'zgaradida. O'zgarish uchun o'qiydi o'zi odam. Va men hamisha shunday aytamanki, hayot bu maktab. Bu dunyoga nimani o'rganish uchun kelgan bo'lsangiz, uni baribir o'rganasiz. Munosabat qurishni o'rganish kerakmi? Kechirimli bo'lishnimi? Pul topishnimi? O'z o'rnini bilishnimi? Bu dunyoga qaysi darslar bilan kelgan bo'lsangiz, zachotkangiz bilan baribir shu darslardan o'tasiz. Ikki yo'l bor. Yoki men ongli, ustoz yonlab, xuddi repetitor yonlab, pulini to'lab, mana shu darslardan o'taman, darsimni olaman. Ya'ni sevishni o'rganaman, oila qurishni o'rganaman, ayollikni o'rganaman, pul topishni o'rganaman. Men repetitor yonlayman. Maqsadimni aytaman, men mana shu narsani o'rganmoqchiman va ongli ravishda bundan o'taman yoki hayot meni o'rgatadi. Hayot darsi achchiq hisoblanadi. Tanlov bor hamisha insonning oldida. Yoki sen ilm yo'lini tanlab ustoz bilan o'tasan, yoki hayot seni o'tkazadi. Ajrim orqali, yo'qotish orqali, og'ir tashxis orqali, onkologiya orqali, misol uchun men tanamni qadriga yetishni o'rganishim kerak bo'lsa, men shu dars bilan kelgan bo'lsam, men kasal bo'laman. Keyin o'rganaman inson tanasini avaylab asrash kerakligini. Yoki ayolligimni o'rganishim kerak bo'lsa, men turmush o'rtog'im bilan ajrashaman. Men xiyonatni kechiraman. Keyin o'rganaman ayol o'zini qadrlash kerakligini. Agar men bolalarimni qanday tarbiya qilishni o'rganishim kerak bo'lsa, ya'ni qanaqa ota-ona bo'lishim kerak. Darsim shunda bo'lsa, bolam bilan muammo bo'ladi. Juda ham qiyin muammo bo'ladi. Va shu orqali o'taman. Farzandim yomon yo'lga kirib ketadi, o'g'irlik qiladi, narkotikka berilib ketadi. Qizim erta homilador bo'lib qoladi, Xudo asrasin. Nimadir bo'ladi, keyin men o'rganaman qanaqa ota-ona bo'lish kerakligini. Shuning uchun hammaga aytaman, yaxshisi eng zo'r yo'li bo'ldi Xudoyim, men darslarimni o'tishga tayyorman. Men bunga ustoz tanlayman, ustozni haqqini to'layman. Buni haqqi bor. Ya'ni har bir narsani to'lovi bor. Men ilmlarimni to'lovini to'layman. Menga o'rgat. Qanaqa ota-ona bo'lishim kerak? Ayol degani nima? Rafiqa bo'lish nima? Farzand bo'lish nima? Men o'rganaman. Pul topish ilmini, munosabat qurish ilmini, ota-onalik ilmini, sog'lom bo'lish ilmini o'rganaman. Men tayyorman, pulni to'layman, mas'uliyatni olaman, o'rganaman. Men o'ylayman, hozirgi zamonda bu eng oson yo'l. Chunki 100% anig'i shuki, siz o'zingiz o'rganmasangiz, hayot baribir o'rgatadi. Lekin hayotiy darslari juda ham achchiq. Uzoq yo'qotishlar, keyin ko'p narsani qaytarib olish juda ham qiyin. Meni oldimga juda ham ko'p ajrashish yoqasida turgan oilalar keladi. Ayol o'qiydi, oilasini tiklaydi. Lekin ajrashib bo'lganlar bor, yo'qotganlar bor, tashxis qo'yilganlar bor. Qanchalar vaqtida inson o'z vaqtida o'zini irodasini mahkam qilib, tushunib, ongli ravishda bu dunyo maktab. Men baribir nimadir o'rganish uchun kelganman. Xudoyim, o'rganishga tayyorman. Menga nima ilm buyurgan bo'lsang, qabul qilaman. Meni hayotimda qanday o'zgarishlar bo'lishi kerak bo'lsa, roziman, turib beraman. Chunki har qanday o'zgarish sendandir. Har qanday yangilik sendandir va menga yaxshi bo'lishi uchundir. Ana shunaqa niyatda o'qiladi. Va bu safar eng zo'r yangiligim shundaki, Yulduzli marafon 12 ta potokdan tugatib, ya'ni bitta siklni tugatib, yangi sikl boshlanyapti. Ya'ni Yulduzli marafonda 12 ta potogida minglab o'quvchilar o'qigan. Endi yangi potok, yangiliklar bilan boyitilgan, aynan tanaga, sog'liqqa qaratilgan challengelar bo'ladi. Yangi ma'lumotlar beraman, yangi meditatsiyalar qo'shaman. Aytmoqchimanki, bu safargi marafonni yangi potoki juda ham ko'p yangiliklarga boy bo'ladi. Agar sizda bo'ldi, yetadi, o'zgarishni xohlayman, charchadim, to'ydim, hayotimda yangilik xohlayman, men ham yaxshi yashashni xohlayman desangiz va sizda bunday xohish uyg'ongan bo'lsa, hayotingizni 5 ta tomonni, xuddiki yulduz kabi 5 ta tomonni o'zida qamrab olgan Yulduzli marafonida o'qishni tavsiya qilaman va birinchi qadamni qo'yishingiz uchun mana shu video ostida ko'rsatilgan havola orqali ro'yxatdan o'ting, batafsil ma'lumotlarni oling, qo'rquvlaringizni menejerlar bilan gaplashib hal qiling va yaxshi chiroyli niyatda mana shu ilm yo'liga birinchi jiddiy qadamni qo'ying.